butun bir Qur'oni Karimni yod olib qori bo'ladi. 11-12 yoshlar esa 70 mingdan ziyod payg'ambarimizning muborak hadis hayotdan biladilar. 16 yoshlar Buxorodagi barcha ustozlarning bilimlarini ulardan-da ziyoda egallab bo'lib, o'sha ustozlarning maslahatiga ko'ra onasi va yolg'iz akasi Ahmad bilan Arabistonga, ya'ni Makkaga haj safariga jo'naydi. Arabistonda haj safari ado etib bo'lgandan keyin onasi va akasini Buxoro yo'liga kuzatayotib, yig'lab xayrlashadiki: "Ey onajon, agar qayta ko'risha olmasak, mendan rozi bo'ling" dedi. Chunki kishining ko'ngli sezadiki, boshqa uchrasha olmasligini. Alloh ko'ngliga solgan bo'lishini qolib, payg'ambarimiz hadislar to'plashdi. Ana o'sha Buxoriy bobomiz 16 yoshlardan boshlab Arabistonda yolg'iz o'zlari 42 yil qolib ketadilar. 42 yil davomida kishi 600 mingdan ziyod payg'ambarimiz hadislarini to'plab yod olib, o'sha hadislardan eng sahih 7275 ta payg'ambarimizning eng ishonarli hadislarga to'lib bitta kitob olib keltiradi. Bu kitoblari Sahih al-Buxoriyda o'tiladi. Mana shu kitoblar uchun, mana shu qilgan xizmatlari uchun Buxoriy bobomizga yuksak unvon Imom dunyo fil hadis, Amiral Mo'min fil hadis, ya'ni butun dunyo imomlarining imomi, hadis ilmining buyuk sultoni degan unvon berishadi. Bu unvonni hali bobomizgacha yoki bobomizdan keyin bironta zot olishga musharraf bo'lgan emas. Bu kishi mana shunday buyuk rol olib ona yurti Buxoro qaytadilar. Buxoro akasi baxtga qarshi o'zlari ko'nglidan sezgandek onasi va akasi vafot etgan bo'ladi. Butun Buxoro xalqi bu kishini sevib hurmat qiladi, ixlos qo'yadilar. Lekin Buxoro xalqi qanchalik sevib hurmat qilmasin, bu kishini yaxshi ko'rmasin, o'sha paytning amiri bo'lgan 9-asrning amiri Xolid ismli amir kishini shunchalar yomon ko'radi. Shuhratni ko'ra olmaydilar va saroyiga chaqirib aytadiki: "Ey Buxoriy, sen kelib mening saroyimda. Bugundan boshlab faqatgina maxsus mening farzandlarimga va saroy ahlimgagina dars berasan. Oddiy xalq farzandlariga dars bermaysan" dedilar. Lekin Buxoriy bobomizga javoban: "Men hech qachon 42 yil davomida mashaqqat bilan misqollab to'plab degan ilmimni senga sotmayman. Ilm izlab boradi. Ustoz shogird oldiga emas. Shogird albatta ustozning oldiga kelish kerak deb javob beradi. Bu gaplar albatta Buxoro amirga yoqmay, jahli chiqqan amir Buxoriy bobomizni 59 yoshlarida qarigan chog'lari ona yurti Buxorodan Buxorodan qo'lga olgan Buxoroni majburan ko'zlarida yosh bilan tark etadi. Chunki xalqim mening uchun urushmasin, Buxoroda behuda qon to'kmasin deb ona yurti Buxoroni tashlab Samarqandga jo'nab ammasi yashaydi. O'sha ammadan yo'qlab kelib bu yerda 1 yillar chamasi yashab, 870-yil 31-avgust juma kuni Ramazon oyi oxirida bir oy ro'za bo'lib 60 yoshlarida mana shu qishloqda vafot etadilar. Bu kishi vafotdan so'ng o'z hayit namozi o'qigandan keyin mana shu Xarsan qishloq qabristoniga dafn qilinadi. U kishi qabrga qo'ygandan keyin Alloh shunday mo'jiza qiladiki, u kishining qabr tuproqlaridan bir necha kun butun qishloqda, ya'ni Xarsan qishlog'iga xushbo'y hidlar, mushki ambar, ya'ni jannat musohiblar uqirib turadi. Ya'ni o'sha kuni kechasi qabrning 4 tarafidan ustun kabi oppoq yog'li nurlar chiqib, ko'kka bo'y cho'zarkan, bulutlarga to'sharkan. Go'yoki Alloh kishiga o'z nurlaridan ilohiy bir maqbara qurgan bo'larkan. Ana shundan keyin bu yerlar ming yillar davomida ziyorat qilinib kelinmoqda. Faqatgina sobiq SSR davrida, mana u yashab o'tgansa bilasiz, o'sha paytlari dinimiz cheklab qo'yilgan bo'lgan. Namoz o'qishlar taqiqlanib, masjidlarimiz yopib tashlangan. Mana shunday bir paytda bizning eski masjidimiz ham juda bir xaroba, vayronaxona holda bo'lgan. Hamma yoq yoltozor, qamishzor bo'lib, eski masjidlarimiz ham namozxonalar paxta ekish uchun sliter saqlanadigan, o'g'it saqlanadigan dorixonaga, omborxonaga aylantirilgan. Mana shunday bir davrda Rossiya poytaxti Moskvaga Indoneziyaning birinchi prezidenti Sukarno janoblari rasmiy tashrif bilan kelgan. Kelishi bilan samolyotdan tushish bilan aeroportga aytganki, mening bu yerga kelishdan birinchi o'rinda maqsadim sizlarning yurtlaringda, ya'ni O'rta Osiyoda, O'zbekiston hududlaringda Imom Buxoriyning qabri bor. O'shani ziyorat qilish degan. Lekin Rossiya vakillari bilishmas ekanki, Imom Buxoriy kim? Qabri qayerda joylashgan? Nima uchun shunday davlat prezidenti bu kishini ziyorat qilmoqchi?
surishtirib ko'rishgan. Surishtirib ko'rsa, Samarqandda chekka bir qishloqda xaroba bir masjid bor. Hamma yoq yontog'lar, qamishlar, masjidlar, dorixona, biz mehmon kutolmaymiz. Mehmon oqsilarini uyalib qolasizlar debgan. Bu honni eshitgan Rossiya vakillari uyalisharkan, bu yerga olib kelishga or qilisharkan va bahona qilib aldasharkan aytisharkanki, bu yerlarga borib bo'lmaydi. Yurtimizning eng chekka qismi, samolyot qo'nish uchun aeroport yo'q. Yo'llar shuncha yomonki, mashina ham yura olmaydi degan. Shunda desak bormaydi, xarobalik ko'rmaydi bo'larkan. Lekin Sultonajonlarning Buxoriy vozi hurmatlari, ixloslari shunchalik balandroq aytarkanki, agar mashina yura olmasa, poyezd boradimi? Poyezd bormasa menga xaritani beringlar, piyoda bo'lsa ham boraman. Agar charchab qolsam, emaklab ham borishga roziman. Lekin Buxoriy bobomizning qabrini ko'rmasam, u kishini qabrini ziyorat qilmasam, ona yurtim Indoneziyaga qaytmayman, hech qanaqa shartnoma qo'l qo'ymayman deb qat'iy oyoq tirab turib olarkan. O'shandan keyin majbur bo'lisharkan, vaqtdan yutish maqsadida hech qayerni ko'rmasin deb yarim kechasi poyezd olib kelarkan. Endi o'ylab ko'ring, samolyot kelsa Moskva Toshkentga uzoq bilan 4 yoki 5 soatda keladi. Poyezd esa 4 kun yo'l bosar ekan. O'sha 4 kun davomida atrofda qishloqlarda hashar chaqirishib, tozalashar ekan. Lekin ulgurishmas ekan. Shunda ham hiyla ishlatishib, yarim kechasiga to'g'rilab olib kelib o'ylarkanki, bu kishi keladi bu yerga 2 rakat namoz o'qib, yarim soatda qorong'ida hech narsa ko'rmaydi, yurtiga qaytib ketadi o'ylarkan. Lekin Sultonajonlari darvozadan kirishi bilan oyoq buyumlar yechib, yalangoyoq bo'lgan holda bobomizning qabriga qarab 2 bukur ta'zim qilgan holda qabrning qoshigacha emaklab, yig'lab kirib kelar ekan va yarim kechasi bitta shamning yorug'ida Qur'on o'qishni boshlar ekan. Shu o'qishda to tong otguncha 10 soat davomida olmasdan butun bir Qur'oni Karimni bobomiz haqlariga xatmi Qur'on qilib tugatadi. Chunki kishi Qur'onni yodlagan qori bo'lar ekan. Tugatgandan keyin 10 soatdan keyin tong yorishib ketgandan keyin ko'zlarini ochib qarasa, bu xarobalikni ko'rib, dodlab, yig'lab aytarkanki, ey musulmonlar, butun islom olamida shunchalik yuksak hurmatga bobomizning qabrini shunchalar xor qilib qo'ydilaringmi? Agar qabrini ham qadrlay olmasalaring, sizlarga kerak bo'lmasa, beringlar bizlarga. Bizlar kerak bo'lsa har bir qism tuprog'ini ko'zimizga surtib, vatanimiz Indoneziyaga borib, katta bir ziyorgoh barpo qilaylik. Belgilaring kelmasa, norozi bo'lsalaring sotinglar. Qabrdan olgan har bir kilogramm tuproq uchun kilogramm oltin berishga rozimiz. Mabodo bobomizning qabrlaridan tonna tuproq olish to'g'ri bo'lsa, mayli bobomizning haq hurmatlari uchun tonna oltin berishga rozimiz. Beringlar yoki sotinglar ekan. Ana shunday bo'lib qaytadan birdan boshlagan. Endi azizlar faqatgina oddiy bir tomosha yoki o'yin qilguvchilaringizni yaxshi niyatlar tugib, niyatlar Buxoriy bobomizning qabrlarini maqbarani yoqishganlar, kechingizda duo qilaylik, boboda qiziqqan savollarga duodan keyin berishlar mumkin, imkon qadar javob beramiz. Faqatgina suhbatimiz so'ngida suhbatimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, tushuntirib bera olgan bo'lsak, xizmat haqlari, xizmatlari har bir